Do'stim, siz uchun shaharga bir qadam bo'lgan masofada zo'r xonadon topib qo'ydim. Toshkent shaharining sentriga 6 kilometr bo'lgan masofa. Tashmi banisalariga yaqin 3 kilometr, 4 kilometr, O'rizor bozoriga 8 kilometr, Ipodrom bozoriga 15 kilometr bo'lgan joyda tayyor xonadon 6 sotu yer hisobida beraman deyaptilar. Taxminiy lokatsiyani tushuntirdim. Oltintepa sentridan 1 kilometr kirib kelganingizda mahallaning ichida Xurmozor degan ko'chada ekan. Uy ichini bitta obzor qilib beraman, narxini aytib o'taman. Yuring. Ichkarini bitta ko'rsatamiz. Kiraverishimizda darvoza qo'yib qo'yilgan. Mashina bemalol kiradi. Stashkalar qilib qo'yilgan, chiroyli mehr berib qilingan uy ekan. Podvollari bor, zali tagiga tushgan ekan. Gaz, suv, svet, kommunikatsiyalar yetib kelgan, alikapolli qilib, chiroyli qilib, o'zim yashayman deb qilgan ekanlar. Okamizga pul kerak yo'q qolibdi, sotaman deyaptilar. Qo'limizda daraxtlar bor, mevalarga kirgan, chiroyli, akkuratni qilib qo'yishgan ekan. Uy ichiga ko'ramiz, baho berasiz. Tovuqlar ham boqarganlar, ishqibozlar bo'lsa bittasini bonusga beraman deyaptilar. Narxiga kelishsa, bittasini shundoq padarka qilib yuboraman deyaptilar. Qo'lida hojatxonamiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin, sveti ham yonadi. Bu yoqda hammom chiroyli qilib, kafillar qilib tayyorlab qo'yishgan ekan. Kiraverishimiz mana bu yoqdan iborat bo'ladi. Ichini ham ko'rsatamiz, akfaromli. Kiraverishimiz mana xol, topli polli qilib qo'yilgan, kommunikatsiyalar yetib kelgan dedim. Kirishingizda chap qo'lingizda mana o'ng qo'limda bo'ladi. Bu yoqda oshxonamiz bor. Oshxonamiz ham mana tayyor holatda. Remontga pul ayashmagan, zo'r ekan. Tarketlar qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda endi bolalar yotoqxonasi, kimdir nima qilsa xohlagan xonani qilib olsa bo'ladi. E'tibor beringlar, patologlar juda baland qilib, mehr bilan qilingan ekan, remontlar qilingan, bitgan, kirib yashasangiz bo'ladigan holatda. Dabdala bo'lib ketmagan, remontlar zo'r turibdi mana. O'zingizdan bemalol baho berib, bunimizni katta zal. Nechta mehmon kelsa, bemalol sig'ib ketaveradi. Ko'pchilik shaharga yaqin bo'lsin deb so'rayotgandinglar, mana sizlar uchun topib qo'ydim. Nazarbayga ham yaqin, Oltintepa sentriga, Tashmi banitsalariga ham yaqin. Bu zo'r sentr joy hisoblanadi. Hozirgi kunda o'zi shahar o'zidan ko'pchilik domini sotib, mana shu atroflarga kelib uchastka olishyapti. Tavsiya qilib qolaman, siz ham 3 xona domingizni sotsangiz, 3 xona domni puliga beraman deyaptilar. Konditsioneri ham beraveradilar bonusga. Men gaplar so'rab beraman. Buni biz ham mana ikkinchi zal qilib, ichki zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Akfaromli bu tashqariga qaragan, ko'chaga qaragan rom. Yorug'ligini qarang. Lustralar qilib qo'yishibdi. Zo'r. Zo'r mehr berilgan ekan. Yuring. Bu yog'imizda bitta spanli bor, ichkarida uy egalari bor ekan, kirib olmadim. Ming bor uzr. Kimgadir qiziq bo'lsa, past egasining nomerini qoldiraman. Narxini $150 ming deyaptilar, yana kelishtirib berar ekanlar. Albatta kelishtirib beradi. Pastda nomerlari bemalol aloqaga chiqib savdolasangiz bo'ladi. Pul bilan kelib savdolasangiz, nopda pochka pulni ko'tarib kelib, "Oka, menimcha pulim bor" desiz, balkim undan ham arzoniga, balkim yarim narxiga berib yuborishlari mumkin. Reklama xizmati kerak bo'lsa, tepada bizning nomerlar, kanallarga obuna bo'lasiz, layklarni bosib, poddeska qilib turinglar.